Fazillo mashina olibdimi? Qayerdan oladi mashina? Birovning mashinasidir. Qani, tushinglarchi. Sekin tushinglar. Kiroylar boqsin. Assalomu alaykum, kiringlar, a? Fazillo, 1 minutga. Hozir. Opa, bolalarni tashab qo'ydim. Fazillo, mashinani variantga oldi mashina. Nima deganlaring bu? Kambag'al mashina olsa, variantga boy olsa, pulliq bo'lsin eganda, a? Ha bo'ldi, endi hazlashyapti. O'zing nima qilyapsan bu yerda? Tashlardagi nomerading bog'chaga olib kelar ekansan-da, prinsessaga. Bu Kuyveshibda Mibni to'g'risida ko'chada ochilgan bu bog'cha hali bilmaysizlar shekilli. Sharoitlar ko'rsataman, yuringlar. Fazillo, bu bog'chani to'g'ri sizdan ko'ra men juda yaxshi bilaman. Seriyo? Mana ko'pchilik ham biladi, prinsessa bog'chasi hamma biladi. Bu bog'chada eng qiziqarli tomoni hozir qish mavsumi-yu. Ichkari xonalar juda ham issiq, atableniya zo'r ishlaydi, chiroq o'chmaydi muhimi. Bu bog'chada mental arifmetika, rus tili, ingliz tili fanlarini chuqur o'rgatishadi. O'yingoh xonalar bo'lsa, bolachalarni mana shu yerda maza qilib o'ynatishadi. Mana bolachalarim chiroyli. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Ha, yotoq joylarini ham ko'rishlar mumkin. Chiroyli yangi gilamlar topib berishim, qarang, oyoqdan ko'rsatib qo'ying. Bolachalar uxlashadi. Bolachalar qalay, maza qilib dam olyapsizlarmi? To'qatmayapsizlarmi? Bu xonada mana yotoq joylari bor ekan, bolachalar maza qilib o'ynashadi. Mana tualetlari ham bor ekan. Sharoitlari zo'r. Bu bog'chani afzal tarafi bitta xonadondan 2 ta farzandingiz bersangiz, 3-chi farzandingiz bepulga tahsil oladi bu, bemalol. Bu bog'chani Zarkinda ham filiali bor. Albatta dastlabki xizmatlar bor. Bolalarni olib borib kelish hamda xavfsizlik tizimlari zo'r. Begona odam kelsa eshikni ochmas ekan. Hozirgi kunda kam ta'minlangan bolalarni masjidda tahsil berib, tarbiyalashyapti. Bunaqa xizmatlari ham bor. Masalan, sharoit og'irlarga yordam berishar ekan. Pastino'mlar aloqaga chiqib bemalol bu bog'chaga ishonsalar ham bo'laveradi. Zarkinda ham, Tashlarda ham bor. Kelaverasizlar.